Boshlaymi? Assalomu alaykum. Sizga ikkita savolim bor. Farzand yoki jiyaningiz kuniga necha soat vaqtini telefon o'yinlariga sarflaydi va bu vaqtni qanchasini foydali deb o'ylaysiz? Men Otabek boshida start so'zini aytaman. Boshla. Tayyormi? Assalomu alaykum. Sizga ikkita savolim bor. Farzand yoki jiyaningiz kuniga necha soat vaqtini telefon o'yinlariga sarflaydi va bu vaqtni qanchasini foydali deb o'ylaysiz? Men Otabek boshla startapi asoschisiman. Boshla startapimiz 3 bosqichda rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda maktab o'quvchilari maktab fanlarini interaktiv o'yinlar usulida o'rganib borishadi, xuddi Duolingo singari. Ikkinchi bosqichda esa maxsus o'yin ishlab chiqariladi va bu o'yinda birinchi bosqichda to'plagan o'zlarining maxsus ko'inlari asosida virtual olamini kengaytirib va mustahkamlab boradi, hamda bu olam asosida o'zining o'rtoqlari bilan raqobatlashib boradi. Hop, uchinchi bosqichda esa biz maktab o'quvchilarini maktablar bilan integratsiya qilish jarayonini olib boramiz. Bu yerda har bir o'quvchi o'zining o'quvchilarni qaysi mavzularda o'qishayotgan yoki qaysi mavzularda yaxshi ketayotganligini bilib borishadi. Bu bilan o'quvchining o'rganishini hamda o'qituvchining o'rgatish jarayonlarini yanada rivojlantirib boramiz. Hozirda loyihamiz Najot ta'lim maktabining 3-sinf bitiruvchilari, o'quvchilari hamda ota-onalari bilan birgalikda test rejimida amalga oshirilmoqda. Loyihani Najot ta'lim maktabi ota-onalariga taklif qilganimizda, aynan loyihamizning birinchi pulli foydalanuvchilari ham mana shu yerning o'zidan paydo bo'lishgan. Va hozirning o'zida 30 dan ortiq foydalanuvchimiz bor va bu test rejimida hamda bizni beta versiyamizni 500 dan ortiq ota-onalar kutib turishibdi. Uz kombinatorga topshirishimning asosiy maqsadi yangi bilimlar olish, networking qilish hamda yangi tajribalarni sinab ko'rish. Rahmat.